jig'ildon qaynashi bo'ladimi, oshqozonda eroziya bo'ladimi yoki gastrit bo'ladimi? Buni oldingi intervyularimda ham aytib o'tganman. Buni oddiy davosi har kuni ertalab 100-150 grammdan och qoringa kartoshkani suvini ichish kerak bo'ladi. Necha kun? 10 kun yetadi. Undan tashqari o'zimizda arpa badiyon hamma bozorlarda bor, giyoh sotuvchilarda. Yarim qismini olib 800 grammli o'sha kastrulkadagi qaynab turgan suvga tashlab 10 minut past olovda qaynatib, damlab qo'yib, 2 qavat dokadan suzib, bir kunda 3 mahal ovqatdan yarim soat oldin 100-150 grammdan iste'mol qilinsa 10 kun dietasi bilan achchiq, sho'r, hayvon yog'laridan qilingan ovqatlar umuman mumkin emas. Mana shunday dietalari bilan mana shu berilgan maslahatlarga amal qilsa, inshaalloh Xudo xolisa mana shu kasallikdan forig' bo'ladi.